Ben yani kelime! Bizni jinoyatchi deb ko'rdi. Tosh qo'laydigan ishni jinoyatchilar qiladi. Bu biz lashkarlarning qiladigan ishi emas. Rost deysan. To'la ko'tildimi patak? Buni tosh qo'lash demaymiz, alayda kristal qizish deymiz. Biz buni bu yangi uchish asbobiga energiya qilamiz. Men yangicha uchish asbobini hech ko'rganim yo'q. Kristal tepish undan asan emas-ku, serjant. Turib tur. Bu kichik portlatqich doridan azroq ishiltib baqayli. O'nim bo'p qolsa, ajab emas. Ketdi. Dorida portlatabdi. Rasma serjant. Albatta, toshning keyini yutib, jim turinglar. Jim turinglar. Bravo, qayerda tanlamış qılıvatsın. Sizlerlemiş tüzek işlemeysizler. Sen onları tep koyay. Padişah aileleri yenice uçuş esbabını sınav kılışımızda küçük duruvardı da. Eğer kristal bombasa... Opek, benim işencim kamil. Onu çokum tapımen. Hazır kerek, hazır. O ikinci kararlıq doğruna tartılışıdan keyin payda oldu. Nimeleri daydıgan sen, Qandaqroq, Opek. Dal mushu paytda yaxshi mamlakatida Lofus qayerga ketgan? Qizimlar! Odam bormi? Kesma Lofus! G'ayrat qil! Men keldim buni. Lofus, hakikaten batırkensen. Lofus, göttür nimikensen. Xiyolga cho'kib ketsang, suvda tunjiqib o'lasan, Lofus. Men burunqidan hozir oz xiyol suradigan bo'lib qoldim. Chunki hozirgi xizmatim ahamiyatli shish yuyishmi o'xshash. Amisi nemishqa sagakrak bo'lib ahamiyatliroq ishlarni qilmaysan. Poter bilan havoyab kirsangmi bo'ladi-ku. Ma'qul, yura Poter. O doğrunun hech nimaga foydasi bo'lmadi. Faqat Opikning adabini badi shu. To'g'ri, bir hisobda yaxshi bo'ldi. Qandoq dedim? Durust. Ishkinglar ishlayveringlar. O narsa bilan attigandan beri oynatli yurdi. Bunda quvvat kristalning umri qancha uzunga bora? Uzunga bormaydi. Hech nima bo'lmagansiz, serjant. Albatta, men tez torimiz tutishni mashq qilib baqdim. Bo'ldi, ishga kirishinglar. Xo'p, serjant. Serjant, qarang. Neydi o? Nima karimiz? Qaytayli.
Yeni tipdeki uçuş asabını tek tayyorlab bo'lmadingmi? Opik! Xitoy dedi podsho oliylari, kristaldan ko'proq g'amli bo'lay. Podsho oliylari, men butun sarkarlaringizga bu asbobni birdan sarflab beraman. Shunda qilaman. Odam bormi? Odam bormi? Chataq chiqdi. Bir maqsad kelyapti. Bu malmanchilarni qanday tushundirsa, Opik! Ularning aytgandek podsho oliylari voqea yuz berdi. Nima deb yuraysan, Brovik? Bir g'alati maqsad paydo bo'lib qoldi. Biz Rodiko olayotgan maydonda paydo bo'ldi. Nima? Men tek onu endi chiqmaydi deb o'ylagan. Podsho oliylari, bu nima? Men buni yasagan narsa Opik. Men uni tizginlayamay tashlan qattiq ko'mib o'tgan. Sen onu chiqarib yetibsan. Niboti! Niboti degan nima, Opik? Uni ko'rimsan-ku, u rodlarda o'zidan sen tarafga chiqibdi-ku. Beka so'rabdi-mina. Opik, sen uni podshoning talabiga asosan qanday yo'qotmoqchi? Men bilmadim, Brovik. O yasag'an vahshiy boshqa qilib bo'lmaydigan bundaq maqsadni men qanday yo'qotalayman? Nima degan adolatsizlik bu? Bu Tova, aql odamning o'ziga tushliq ta'di bo'ladi ekan-a? Undaq odamni hamma kishi izlaydi. Bo'ldilar, qarimiz o'msun. U ashundaq aylanib yurib, boshqa ketamdi texi. Bunun hammasi sening savalliging, Brovik. Sen. Qanday qilamiz, Opik? O nega bordiganda, Brovik? Sen darhol odamlarni chaqir. O uchquni qurashtirsin, tez bo'l, tez. O ne kattı. O çok olmuş etraf. Doğru. Başkuruş kanuniyeti. Ne bu diye. Taptım. Opik! Nibotini tizginlayalidimi? Yo'q, podsho oliylari. Yo'q, lekin amal tepib qo'ydim. Bu ablaqdan foydalansak, ishtishini qo'lga tushiraligidekmiz. Shunda qilaligidekmiz. Bu bek ig'ir ekan. Serjant, fikrimni qilyaptimi? Asirma. U diqqat qilmaydi. Anlanglar, sizlarni botini qo'llanglar. O jalman kuchi eng zo'r narsalarga mangdi. Ya'ni tushdishini nishonlab mangdi. U har qanday narsani vayron qiladi. O tush qutisini chaqib etadi. Biz nima qilishimiz kerak, Opik? Odam qutqizdigan ishlarni qilib yurmayli, endi. Yo'q, gapni qilma, Brovik. Uningga qara, uni kuzat. Qarab tursanglar bo'ldi. Anda menga doklad qil. Uqdingmi? Doklad qil. Nima degan yaxshi? Diqqat, birodarlar. Uçuş tayyorlaninglar. Başlanglar. Orman chetida orman chorlig'uvchilari ho'shyarlik bilan atrofni charlayotdi. Vel Momay ularni ko'zatib turadi. Yaxshi turdinglarmi? Bir ish yuz bermagandi. Ish yuz bermadi. Amsi yaxshi. Lekin saga kerak turinglar. Yaqindan beri atrof xeyli tinjib qolgandek turadi. Nima? Qanmadim, ish qilib uni mehmonga chaqirmaymiz. Tushbuvay, men Momay. Tushbuvay, men Momay. Men Tushbuvay. Yaxshimisiz? Sizga bir ishni doklad qilaman. Men toshdan yasalgan cho'ng bir maxluqni ko'rdim. Sizlar tarafga ketyotdi. Jazm qila olmayman. Lekin qarmoqqa bovam aytib bergan Nibotonga bak o'xshaydi ekan.
Çataq opdu. Yaman boldu evel. Kim emas o'g'ay, men ilgari uni uchratgan. Mening o'tmishdagi ko'ngilsiz ishlarni asligim yo'q. Men qandoq qilay? Charlig'ichilarni uyiga qaytirib eting. Men amalini qilaman, so'zim tugidi. Zodi qandoq narsa ekan, afandim? Ko'z bilan ko'migicha bilmak tas Amberli. Qaraganda Niboti o'xshaydi. U mana moshundaq bir nima. Sodarakning bu yelisi joyida bo'lmay qopti. Chunki Sodarak uni tizgilayamagan. Men ilgari uning bilan elishgan. U oqibat yomon tush podshohligiga texmi zo'r tahdid etgan. U qandoq mang'andi? Motor bilan mang'amdigandi. Uningga har qanday energiya bo'laveradi ekan. Quyosh nuri, kristal deganlarmi bo'ladi ekan. Hozir u kuchi eng zo'r jismni, ya'ni tushtishini izlayapti. Hammanglar darhol mishaga yig'ilinglar. So'zim tugidi. Bu quvvat xuristali qancha uzun edi? Xuristal tugaganda yagi tushib ketganingiz yodingizdami, serjant? Ular uni analiz qilib baqdimi? Qimmidi, faqat qimmidi. Rost deysan. Biroq gapni uzib kelsak, biz chet elning ziminiga tushib qolsak, u yerga odamlar osmondan tushgan Xizr o'xshaydi deb bizga cho'qinib kelsa, bak yaxshi bo'ladi, ha? Qandoq dedim? Kechtor, dushmanning vatanlariga kirdik. Ha, Niboti, g'ayrat qil. Qalbi qilalamizmi, afandim? Bu bir orzuga deyman. Orzu, Amberli. Niboti jazman dunyodagi eng kuchli quvvat manbaini izlaydi. Shuning uchun biz tushdishni qo'llashimiz kerak. Sizlar iloji qilib nur orqali Nibotini ozdirib etkiting. Nur albatta noit kuchli energiya. Bu mumkin. Bunda qilish bak xatarlik albatta, lekin bu birdan-bir amal. Diqqat qilsanglar bo'lmaydi. Bildi. Eshikni saqlab turinglar. Poter sizlarni yo'lga chiqadigan chog'da chaqiradi. Dikkat qilinglar, birodarlar. Dikkat qilinglar. Yetishmanglar. Bo'lmasa, Ko'rdingmi sen? Ko'rdim. Qandoq o'ylayapsan? Hozirlar uyga qaytishni o'ylayapman. Nima, uni tashlab yutibmi? Bo'lmamda. Bo'lmaydi. Uni qutqazmay ketsak, o'zimizga ish terib olamiz. Uning uchish asbobini bo'lsinmi, og'ash ketaylik, ha? Ulamdi. Meylamsa. İşimiz o'ng'i topdi. Uni av yoqqa boshlaylik. ishkanglar qayerga bordinglar? Qo'mondan o'shidan ketsa, qo'l ostizgilarning derigi bo'lmasa, bu zodi qandoq ish? Deb beqinglar. Sizni topolmasak, serjant. Biz de sizni qurbon bo'lib ketdi deb o'ylabdik. Qurbon bo'lib ketdi? Men bir ofitser, vazifani ado qilmay turib, hech kimning o'lishiga ruxsat yo'q. Bu tarafini hergiz esdan chiqamanglar. Meni har qanday chog'da o'zinglarga ulgi qilinglar. Shunda haq. Uskuningizni yanchivatdi, serjant. Qarang. Rost deding. Meni yutib etmanglar. Yutib? Sizni yutib olib ketamasligimiz mumkin. Mashinaning kuchi yetmasmikin? Yo'q, gapni qilma, uzun tura. Necha kilogramm eg'irlik eshib ketganga nim bo'ladi? Ha? Bırak. Çapsaqlarni siringlarni etmanglar. Tez! Sizga deb qo'yay, bu ko'rsatgan aqlingiz yaxshi bo'lmadi.
Niboti yana kelyapti. Uni nega chaqirtganmiz lofuz? Bilmayman. Nima qilgani u? Qarshimga parcha alilar. Yaxshi mamlakatdan bu ikki fuqarosi uni oqsig'i silab bir nima izlawasi kerak. U shundaqda qiladi Opik. Sen qanday harakat qo'llanmoqchi bo'lyapsan? Bu oson qo'lga kelmaydigan fursat parcha alilar. Men o'sha fursatdan foydalanib, yangidan kashf qilgan uchish uskunamning karomatini bir ko'zib qo'yay. Men butun armiyani bu qurol bilan qurollandiraman alilar. Ularning hayvesini shu chaqda ko'ralar. Yaxshi, unim bo'lsa bo'ldi Opik. Bo'ladi parcha alilar. Bo'lmadi, albatta bo'ladi. Uni Yamanchi podshohlig'iga aldab ep berish planimiz amalga oshdi ekan, bo'lmasa hammamiz o'limiz. Ansirma, meningcha chatoq chiqmaydi. Tez bo'lash, tezroq, durust tur. Men xurustal tepiray. Aran, mush kristal qoldimi, Opik? Shundaq, shunga buni kuchi tuguncha yaxshi mamlakatdan ikki odamini tutgan saqlab bo'lmaydi. Ha? Roqtur. Men kalovat dört bir bilen kensile. Sila dikçe. Sila aldı bilen. Elbette. Ular go'yo xo'sh, yaxshi mamlakatning odamlari da'vat qanday qiladi? Hammasi yiqildi Opik. Men ko'rdim. Hammasi yarlaganda qiladi-ku. Ularning ahvoli demismi pek yomon bo'ldi. Lekin men uchish uskunasiga quvvat xurustalni bir hassa ortiq qo'jilar. Shunga qayg'urib ketdinglar. Bo'landa? To'xtatma deyman. Uni tashlab yutadigan ish ketdi. Lekin bizga boshqa amal yo'q-da. Biz qochib kelsak, u qanday qila oladi? Bu deganing rost. Tamamlaştır. Tez tamamlaştır. Yeni bir an tamamlaştır. Yeni uç. Yeni bir an uçurlar. Tez. Uçurlar. Tez uçurlar. Uçurlar. Endi uni qo'yib yutaylik. Qo'yib ber. Haydaylik. Ma'qul. Kelay dedik serjant. Opikni ko'rdik. Hemen nanqipi, kağ yaramaz, lehvani bilen kanser. Yaxshimisiz Opik? Yaxshimisiz Opik? Bravo! Bütün cançı buyruq tutib bu yerda turibsa, bizdan qayaga suqunib olding. Suqunib olding? Biz harbiy mashq qilib keldik. Qalaymiqan gap qilma, Opik. Haftinglarda mashq qilib kelganda ko'rmaysizlar. Zodi qayerda mashq qildinglar, bravo! Diqqat qil, Opik. O'zingga ezi bo'l. Bo'lmasa yuz xatir qilmayman, juma. Qaraganda bu uchish asbobi yomon emas taqiladi. Shundaqmi? Quvvat kristal hozircha 7 yaxshi. Tex yana badek turadi. Xayr, xo'sh, o'zib tura.